Bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yil oktyabr oyida mana shu dahada men tug'ilganman. Shu bolaligimiz o'sgan, kindik qonimiz to'kilgan Tag'bon ko'chasi, Hofskoyki mahallasi. Mana bu joylar endi hozir buzilib ko'chaga tushib ketgan. Meni tug'ilib o'sgan uyim ham ko'chaga tushgan. Lekin mana shu katta chinor, tut daraxti. Mana shu o'sha paytda ham bor edi. Qarang, mana. Bu yerda o'sha Jo'rabek aka degan akalarimiz turishardi, amakilarimiz. Mana shu mana bu yerdan kichkinagina bir ko'cha bo'lardi. Mana shu ko'chadan kirib chiqardik. 3 tagina xonadon turardi. Ana shu joylarda tug'ilib o'sganmiz. Mana hozir qarang. Yoshligim qanday bir o'tganligi ko'zimning oldidan kino bo'lib o'tyapti. Butun yoshligim esimga tushdi. Mana shu yerda koptolar o'ynardik, mana shu yerda chillak o'ynardik o'rtoqlarim bilan. Shu yerda lankalar o'ynardik. Har bitta kunimiz xushchaqchaq, quvonchli, esda qoladigan bo'lib o'tgandi. Afsus o'sha paytlarda mana bunaqa kameralar, telefonlar bo'lmagan. O'sha yoshligimizni agar suratga olingan paytda edi, hozirgi yoshlar ko'rib, undan zavq olardi. Yoshlik qanaqa o'tishini shunda yoshlar havas qilib qolgan bo'lardi. Yoshligingizni nimasini sog'inasiz, Xayrul aka? Yoshligimni shu erta bilan voqli turib dadam rahmatli bozorga chiqardilar-da. Mana shu eski juva mana yaqin bozor. Qassimomda hunarmandlar bozori bo'lardi. Erta bilan bomdoddan keyin namozdan chiqishardi. Men ularga keyin mahsulot olib borardim. Uzoqda turardim-da, mahsulotni bellarimga boylab olardim. Keyin uzoqdan qarab turardim. Qachon dadam chaqirar keldim. Dadam chaqirardilar, bunday qilardilar. Anini oldirdilar chap tomonning. Mana shu qilib o'ylab turardimki, dadam tezroq narsalarni sotsalar-yu, qo'shtutda bir ayol kampir somsa sotardi. 3 burchak mana shundaygina somsa. Ustiga ozgina murch tashalgan. Ana shu somsadan qachon olib berarkanlar deb shuni kutardim. Shunaqangi shirin bo'ladi. Ichida menimcha go'sht bormi, yo'qmi? Juda ham mazali. Shularni odam qumsaydi. Shularni ko'rib keladi, shularni eslayman ko'pda. Shuning uchun bu joylar men uchun muqaddas joylar. Shu yerda tug'ilib o'sib, shu voyaga yetishimga mana shu mahalla, mana shu uy joylar hammasi shunga sababchi bo'lgan. Yana o'sha yoshligingizni sog'inishingizga sabab Xayrul aka bag'ri butunlik bo'lgan menimcha. Albatta, otam bo'lgan, onam bo'lgan, mahalladoshlar, do'stlarim bo'lgan. Butun mahalladagilar hammasi bir-birini tanirdi. Bu yerda amakim bilan birga turganmizda, amakimning bolalari, amakimning 8 ta bolalari bor edi. Bizda 4 kishi edik. 12-tupik ana yozib qo'yibdi. Amakimlar dalaga ko'chib ketishgan, bizga shu hovlini berishgan. Shu hovlida istiqomat qilganmiz. Mana shu turgan joyimiz uy bo'lgan. Bu uyimizning eng orqa tomoni. Mana shu tut qo'shnimizniki edi. Opoqiniki edi. Bunda dovoldan o'tib, suvni bo'yidan kirardik tut yegani. Yana kichkina qilib qarang, hozir ham bor ekan. O'sha vaqtlarda bu ko'chalar juda keng ko'cha bo'lgan, qarang. Hozir torayib ketibdi. Shu yerda futbol o'ynardik. Biroza dovollarni tushirib olib, ko'ktalarimizni olib yirtib tashlashardi. Bir chol otamiz bor edi. Ro'zata degan. Yo'q, bu yoq emas ekan. Bu yoqda. Mana bunisi. Mana bu xonadon. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
12 tupik. İsmingiz nima? Anvar. Biz shu hovlida turganmiz bu paytda. Bilasizmi shuni? Eshitdingmi? To'g'ri topib keldimmi? Ha, boloxonada o'sha turibdi. Boloxonada o'sha turibdi. Mana shu hozir aytaman 65 yo'q 63 yil shu yerga ko'chib chiqqanmiz. Ro'parada kichkina tupikda turardi, bu yerda tog'amgilar turishardi. Tog'amgilar nimaga kirsa bo'ladimi? Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu hovlidan men armiyaga ketganman 64-yilda. 64-yilda armiyaga ketib, 3 yil armiyada xizmat qilib, mana shu xonadonga yana qaytib kelganman. Mana shu xonadondan keyin boshqa joyga ko'chib ketgandik. Siz yoshingizga yetib yuraylik. Ha, Ilohim, ko'z tegmasin. Yaxshi, shu yerda ish qilib sizday nuroniy ayol borligini o'zi ham. Rahmat. Masjidda chirog'ini yoqib turganinglar uchun sizlarga rahmat. Otam rahmatli ancha jahldorroq odam bo'lganlar. Amakim bilan birga turganmiz-ku. Amakim xushchaqchaq bo'lganlar juda ham. Xushchaqchaq bo'lganlar. Otam Qur'onni yod bilganlar, qori bo'lganlar. Aslida Lutfulla qorini nevaralari bizda edi, buvam rahmatli ham shunaqa qori bo'lganlar. Undan tashqari Fathilla amakim, Fathilla qori deyshadi. Ular ham qori bo'lishgan. Adam uyga kirib kelganlarida hamma jim bo'lardi. Onamiz rahmatli aytardiki, otang keldi, adang keldi, bo'ldi jimlaring dedi. Hammamiz jim bo'lib qolardik. Ko'proq men o'sha san'atga ishqibozlik qilib yurgan paytlarimda otam rahmatli bu ishini yig'ishtirgin, kosibchilikni o'rgangin deganlar. Lekin o'sha kelgan paytlarida chalmasdan ruboblarni to'xtatib turardik-da. Keyin u kishi ertalab ketganlaridan keyin maktabga borib kelgandan keyin yana davom ettiraverardik. Onam haqida ko'p gapirishim kerak. Onam juda mehnatkash ayol bo'lganlar. Astma kasallari bo'lgan. O'shaning uchun ham onam 51 yoshda vafot etganlar. Shu astma kasalidan. Shunaqangi ozida pokiza odam bo'lganlar. Hattoki endi qo'polroq bo'lsa ham aytaman, u paytda bunaqa vannalar, bunaqa hojatxonalar bo'lmasida hammasi kovlangan, taxtalar qo'yilgan nimalar bo'lardi-ku. Men ozadagarchilarni aytyapman-da,
o'sha taxtalarni ham pichoqlar bilan qirib, tozalab, oq qilib yaltiratib qo'yardilar onam rahmatli. Ko'chaga kelgan kiruvchilarga, yurishlarga ilgarigi musulmon qishildirdik biz. To'rtburchak juda baquvvat ko'pchilik keyingi vaqtda nimalardan buzilgan uylardan hovlilariga shuni terdirdi. Maqbaralar qurilardi. Maqbara ana o'sha juda bu juda pishoq bo'ladi. Hozirgacha agar 1000 yil bo'lsa 1000 yil turadigan. Ana o'shanaqa g'ishlardan kirishga, chiqishga terilgan bo'lardi. O'shalarni ham shu pichoq bilan qirib toshga yaltiratib qo'yardilar. Butun qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar, voy otlari To'lapa edi, To'lapa deyishardi. To'lapa, hech tinch turmaysiz dey, o'zingiz kasal bo'lsangiz ham tinch turmaysiz. Juda ko'p mehnat qilasiz. Bir dam olsangiz bo'lmaydimi dedi. Endi o'sha paytda dori-darmonlar ham unaqa rivojlanmagan bo'lgan. Shuning uchun uncha dorilarni olib kelib berardi-ku, baribir o'zlarining mehnatlari bilan mana shu kasalliklarini kuchaytirib yuborardilar. Onam 14 yoshimda vafot etganlar, 14 yoshimda. Otam rahmatli men 64-yilda 3 yilga armiyaga ketganman Leningradga. O'sha paytda 3 yil edi, keyin Morskoy flot 4 yil edi. Ana shu 64-yilda meni kuzatganlar, otam. Kuzatganlarda 6 oydan keyin meni polkka komandiri chaqirgan. Aytdim, nimaga chaqiryapti deyman. Chaqirsam, o'yinda kim bor edi dedim. Aytdim, o'yinda otam bor, akam bor. Desam, aytdiki, sen dedi hozir bilet olib berishadi samolyotga dedi. Darrov dedi, o'yinga borgin dedi. Nimaligini aytgani yo'q. Men hayron bo'ldim, nimaga chaqirishdi ekan? Yo'l-yo'riq qilib chaqirib olishyaptimi meni? Dedim. Dafn etgan kunlarning ertasiga yetib kelganman, otamni. Demak, o'sha dafn etish marosimida ham qatnasha olmaganman. Endi bu ham bir armonda endi. Bu ham bir armon. Ota-onani vafoti farzandni bir kunda ulg'aytirib qo'yadi-da. Otam vafot etdi-yu, o'zimdan o'zim bir aqlli, xushli, zabardast uy ro'zg'orlariga qaraydigan, oila qiladigan darajaga yetib qolganday bo'lganman. Shu ota-onani nimasi haqiqatdan ham yigit kishini ulg'aytiradi. Albatta unga ham Xudo insof bergan bo'lsa, buni o'ylasa yigit kishi, u narsaga hamma ham masalan Alloh unga sabr qanoat bermasa, aql hush bermasa, bu juda ham qiyin bo'ladi. Undan keyin biz akamizni qo'ynida qoldik. Tergab turardilar akam, rahmatli. Qayerdan kelyapsan, qayerga ketyapsan? Dedilar, chunki men o'sha vaqtda ozgina bo'lsa ham pul topadigan bo'lib qolganman. Chunki mustaqil bo'lib, odamlarni shu yaxshi kunlarida, to'ylarida, o'tirishlarida qo'shiq aytib, qilib baholab qudrat shunda ham baribir akam tergardi. Qayerdan pul olsin, nima qilyapsan? So'ramagin pul deb turardilar. Xudo rahmat qilsin. Kenayimiz bizani yuvib, tarab, mana shu ovqatlarimizni nima qilib ona vazifasini bajargan. Kenayimiz ham. Buni ham aytib o'tishim lozim albatta. Hozir kenayim hayotlar. 81 ga chiqdilar. Hayajonli jahonga kelsa o'lmayin qolmas. Tiriklikda xaloyiq birbirini qadrini bilmas. Ajab motam saro dunyo
yürür payamı bilsen. İlahi amin. Okuyan tilavati Kur'an'ın hasıl bo'lgan savoblarni bashir etgan payg'ambarlarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam poklariga bu manzilda yotgan yor birodarlarimiz, qarindosh urug'larimiz, mahalladoshlarimiz, ustozlarimiz, jamiki duoda umidvor bo'lgan hammalarini arvohlariga fisadulloh vasida qildim. Allohu akbar. Magin hargiz vafo qilmas. Bahor men uchun umr maktabi, ijod maktabi. Xudo rahmat qilsin, o'sha Ester xalq artisti Mukarrama Turunboyeva meni Bahor ansambliga taklif qilganlar. O'zi mana shu Bahor ansambli tashkil bo'lgan paytda men endi armiyaga ketgan paytlarim edi. Butun dunyoni kezdib yurgan payt edi Bahor ansambli. Men niyat qilardimki, o'zim men Bahor ansamblida ishlayman dedim. Xudoga shukrki, men shu niyatimga yetdim. Katta bir konsertda yangi ko'zga ko'ringan paytimda mana shu Mukarrama bilan ro'baro kelganmiz. Kelib, assalomu alaykum ustoz borib so'rasam, ikki yuzimdan o'pib, xayrilla, juda ovozingni eshitdim. Ayni bizni Bahor ansambli bop ekansan sen. Biz Bahor ansambliga kelib ishlaysan deganlar. Men aytdim, opa, men konservatoriyada o'qiyapman desam, konservatoriyadan bo'sh paytingda, o'qishdan bo'sh paytingda bizning konsertlarimiz bo'ladi, senga xabar berishadi, kelib konsertga qatnashib ketaverasan degan. Demak, men mana shu 70-yildan boshlab Bahor ansamblida ishlaganman. 35 yil Bahor ansamblida ijod qildim. Ko'p qo'shiqlarim yangi yaratgan o'zim lirik qo'shiqlarimni opaga Mukarramaga aytib berardim. Chunki Mukarrama qo'shiqni yaxshi tushunardilar, o'zlari ham qo'shiq aytganlar bir paytlar yosh yillarida. Xullas hammasini aytib bersam, kamchiligini ko'rsatardilar. Templarini, haligi tezligi, og'irligi shularga to'g'risida o'zlarining maslahatlarini berardilar. Men uchun Bahor ansambli bu mana shu kungacha yetib kelgan kunimgacha, shu kungacha men uchun eng katta baxtli kunlarim o'sha yerda o'tgan va shu darajaga erishishimda mana shu Bahor ansamblini xizmatlari juda ham katta. Adabiyot xonasi mana shu yerda adabiyot kelinglar. Men o'zim joyim o'zim tanlab olaman. Mana tanlab olaman emas, men mana shu yerda o'tirardim. Yo'q. Siz bu yoqqa o'tiring. Shularjon. Shularjon bu yoqqa keling. Yo, Botir, sen bu yoqqa o'tira qol. Bu yoqqa kelsan. Mana bu yoqqa. O'zing o'sha yerda o'tirarding-ku. Yo, birinchi qatorda o'tiramiding? Men o'zim o'tirganman. Juda ham odam ko'zi quvonadi.
bunaqa nimalar yo'q edi. Biz paytimizda partalar ham boshqacha edi. Sinfdoshlarimizdan birga katta bo'lgan do'stlarimizdan ko'pchiligi olamdan o'tdi. Allohning rahmatiga Asadullo amakimiz juda ham strogiy bo'lganlar, xayrlarning otalari. Yo'da Fayzulla amakim ularning ukalari bu avlod san'atkor avlodi. Fathulla amakim, Fathulla amakim hammalari. Chunki meni esimda 59-yilda meni amakim o'ylanganlar. Allohning rahmati Sharifullo akam hayotmilar? Yo'q, vafot etdilar. Allohning rahmati Sharifullo akam amakim bilan o'rtoq bo'lganlardi. Demak 59-yilda 14 yoshmiding, 15 yoshmiding? 14. 14 yoshda уже ashula aytardi bu. To'yga chiqib Sharifullo akam olib kelganlar xayrlarni. Mana og'ayni ashula aytib deb to'yda ashula aytib bergan. Shu narsa esimda qolgan. Xayrullohni birinchi aytgan qo'shig'i ham o'zim o'sha paytda aytgan qo'shiqlar bitta men sevaman, sen sevasanmi savol berardilar. O'sha ashula esingizda bo'lsa, magazinda dutor rubobi bo'lardi, 8 so'mlik. 8 so'm bo'lardi o'sha paytda. O'sha 8 so'mlik rubobdan bittasini xayrlar qo'lda doimiy ko'rardik, doimiy kuzatardik va u kishi hali bu aytganlaridek o'sha yoshligidan boshlab, shu o'quvchilik davridan boshlab rubob san'at bilan oshno bo'lganlar. Endi hozir juda to'g'ri ta'kidlandi. Haqiqatda Xayrulloxon nafaqat san'atkor, ijrochi, balki bu kishi yurtni ko'rgan, elni ko'rgan, tanigan va bizni tanitgan san'atkorlardan biri hisoblanadi. Chunki dunyo mamlakatlarining eng ko'p kezgan san'atkorlardan bittasi ham bizning birodarimiz, do'stimiz bo'ladi. Chunki o'sha paytlarda bizning xayolimizga bu unvonlar kelmagan. Xayrullo biz uchun oddiy Xayrullo bo'lgan. Qani Xayrulloxon rubobning yo dutorlarni tashlab yetdi, mana shu sho'xlik qilib bizni go'yo bir nima sinf kattasi biza-yu, bu kishi bizga tobi-yu, qo'shiq aytishgan. So'ramasa ham o'zim aytib beraman deydilar. Ana aytardilar. Endi men Shu yurakdan chiqardi. Mana ashula so'rasin, bularga ashula aytib bering. Yurakdan chiqardi. Ay, hech bo'lmasa men sevaman, sen sevasan, savol bering bo'lmasa. Men sevaman, sen sevasan. Mani yo'qlab bog' kezasan. So'zlarimdan yo bezasam, yuragimni hech sezasam, men sevaman, sen sevasan, sevasan. Mana shu yerda bitta narsani ta'kidlash kerakki, biz mana Alloh bergan umrni o'tayapmiz, birgalikda mana diyodlashib turibmiz. Bir narsaga xursandmanki, Xayrulloxondagi zavq, shavq, yoshlarga xos bo'lgan g'ayrat mana shu yoshda ham o'ziga hamroh. Chunki men nuroniy jamg'armasining tadbirlarini ko'p tashkillashtiraman va shu tadbirlarda juda ko'p mo'tabar otaxonlar, onaxonlar, yoshlar ishtirok etadi. Albatta har qanday tadbir o'zini o'sha musiqasi bilan, o'ziga xos haligi nima deymiz, tantanali qismi bilan alohida esda qolishi shart. Ana o'sha ma'noda biz Xayrulloxonni o'zimizni eng faol a'zolarimizdan biri sifatida, birinchi darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni sovrindori sifatida doim o'zimizga taklif qilamiz va bu kishi hamma vaqt hamma san'atkordan ko'ra oldinroq kelib turadi. Xayrullohni eng yaxshi biladigan bularning ichida men. Chunki biza bitta mahallada, bitta maktabda ham uyimiz davolma-davol bir davol. Uydan uyga o'tadigan eshik bo'lgan. Bularning hovlisiga biz tengqur bo'lganmiz. Biz 6 ta tengqur edik o'tda. Yusuf, men, Hayrulla, Risvoy, Abdurahim, degan Muhammadjon degan o'rtog'imiz bo'lardi. Shulardan biz hozir ikkimiz qoldik. 4 tasi o'tib ketdi ular. Alloh rahmat qilsin. Bahodir aka ular ham o'tib ketganlar. Ishimizda juda bir haligi aytgandek ham bilimli, ham sho'x yigit edi-da. Shu bilan birgalikda katta bo'lib futbolni ko'p o'ynardik. Chillay o'ynardik, lanka tepardik. Yoz kunlari asosan Kalkovuz bo'yidan kelmas edik. Hammamiz cho'milishga borardik. Shu 5-6 ta og'ayni. Keyin asosiy qiladigan ishimiz shu kunsidimi futbol o'ynash. Chunki bu Yusuf bilan birga futbolga qatnashardi. Spartak stadioniga anaqa trenirovkaga borardi. Bular usta edi. Biz bilan ketida ergashib futbol o'ynab, tupik mahalla futbolda o'ynaganmiz. 3-4 yil shu bolalik davrini shu bilan o'tgan. Endi asosiy buni nima deydi, san'atga kirib kelishini men yaxshi bilaman. Bu hammasi maktabdan boshlangan. Bular gapirib o'tishdi. Bizning maktab juda rayonda, u paytda rayon deyiladi, tuman. Har tomonlama Toshkent shahrida eng birinchi o'rinli maktab edi. Haqiqatda hamma tarafdan. 60-yillar Rahima opa, Sog'otova Rahima opa.
Bizni qo'shnimiz bir devor qo'shni, nari devor turmushga chiqadigan bo'ldi. Uni jiyani mahkam. Menga rahim aytdiki, "Botir o'rtog'ing xayrli, yaxshi qo'shiq aytar ekan, rubob yaxshi chalar ekan. Aytgin, men ko'z oshimga rubob chalib bersin" dedi. Keyin men xayrliga aytib, "Xayrli, rahim dedim, turmushga chiqayotgan ekan. Shu ko'z oshiga taklif qilyapti. Bir chiqib shuni qiz berar ekansan" desam, o'ylab turdi, "Bo'ldi" dedim. "Bugun Bahodirga borib kel o'zi" dedi. Bahodir degan doira ishi bo'ladi. Bir kun oldin doirasiga borib yetib keldik. Shu bilan kechqurun qiz oshi boshlandi. Qiz oshidirdi, qiz bazm. Endi shuni hangi chiroyli o'tdi, qizlar 30 ta qiz sinfdoshlari, qo'ni-qo'shni qizlar, begona yo'q, qarindosh o'g'illar. Endi qizlar rosa xursand bo'ldi. 1-2 soat bazm bo'ldi. Bu bazm mahallaga tarqab ketdi. Esdalik bo'lib qoldik. Shu bilan Zuhra opa, Zahro opa va shunaqalar chiqib, mahallada bu qiz oshi bo'ladi, qiz turmushisi xayrli aytadigan bo'ldi. Endi men endi to'ppa to'g'ri. Shu bilan endi bu eng qiziq tarafi u paytda jonli ijro bo'lgan. Mikrofon bo'lgan. Hovlida bitta lampochka bo'lgan. Lampochka ostida shu jonli ijro bo'lgan. Keyin bu yerda xolis xizmat bo'lgan. Birovdan 1 so'm pul olinmagan, boshqa bo'lmagan. Shu bilan buni ijodi, san'atga bo'lgan qiziqishi juda ham ortib ketdi. Imtihon et, yon beringga to'lsa do'st. Shoshma uncha besabab o'rgilsa do'st. Esda tutkil do'st emas, ul do'st emas, qaysi do'sting dushmaningga bo'lsa do'st. Mana shu do'stlik haqida ham qo'shiqlar aytganman. Mana qarangki, xuddi o'sha shoirlarning yozgan she'rlariga mos keladigan do'stlarim. Shular bilan uyim obod, shular bilan ko'nglim tog'day baland. Men haqiqatan buni Botir aytib o'tgandek, har bittalarini yaxshi kunlariga borib qo'limdan kelgan san'atim bilan, Alloh bergan san'atim bilan bularni xursandchiligiga, she'riy bo'lib xursandchilik qo'shib kelganimdan baxtli insonman. Aziz vaqtinglarni berib keldinglar, mana yoshinglarni esladik. Ulug' ish bo'ldi juda ulug' ish bo'ldi. Buni mana tasmalarga, lentalarga tushirayotgan bizni mana shu madaniyat, ma'rifat kanalimizga o'zimizni hammamiz nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bobomiz Mir Alisher Navoiy "Mani man istagan kishi o'z suhbatiga arjumand etmas. Mani istar kishining suhbatin ko'nglim pisand etmas." Bizni suhbatiga arjumand etgani uchun hamma tabiiy yaxshiliklar xayrliga bo'lsin. Rahmat. Buni bizdan boshqa ham ko'p bu haqida gapiruvchilar. Lekin yuragiga yaqin olib chaqirganing uchun umrimga ziyoda umr. Rahmat do'stim, rahmat. İki bin üçüncü yılda mana shu dargohga ishlash uchun kelganman.
yoshlarga musiqa, milliy qo'shiqchilik darslaridan saboq bergani kelgan bo'lsam, o'sha yil ichida mana bu joylar umuman o'zgarib, chiroyli bo'lib, bog'zorlar bo'lib mana institutimiz hamma havas qilsa arziydigan, mag'rurlanib yoshlar o'qiydigan shunday institutda o'qiyman, go'zal ustozlari oliy darajadagi ustozlar deb havas qiladigan majmua, havas qiladigan institutda mana milliy qo'shiqchilik kafedrasida mana shu yoshlarga o'zimizni milliy qo'shiqlardan saboq berib kelyapman. Darsni boshlamasimizdan oldin ovozni sozlab olishimiz kerak. Har doimgidek o'sha do mi sol mi do, 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 do mi sol mi do. qo'rqmasdan, faqat sal neuverroq chiqyapti-da, mana do'dan boshlaymiz endi. Sal ovozing qizidi. Endi qo'shiqqa o'tamiz, asarga uncha tayyorlab kelgandirsan. Gitolmayman yiroq sendan, bu ko'ngil senga band bo'ldim. Gitolmayman yiroq sendan. Yo, ikkinchisi birinchisidan farq qilish kerak-da. Mana birinchisi ketolmayman yiroq sendan, ikkinchisi ketolmayman yiroq sendan. Ketdik boshdan. Gitolmayman yiroq sendan, bu ko'ngil senga band bo'ldim. Gitolmayman yiroq sendan, bu ko'ngil senga band bo'ldim. Ko'zing jodumikan nargiz. Sal shu tiga kelganda sal tezlab ketib qolyapsan-da. Buni qo'shiqning chiroyli joyi ham shu o'zi. Masalan mana ko'zing jodumikan nargiz. Ketdik. Ko'zing jodumikan nargiz. Yaxshi. Ko'p aylar meni xushsiz, uzolmayman ko'ngil hargiz. Bu ko'ngil senga band bo'ldim. Bu ko'ngil senga band bo'ldim. Harun aka, san'atda yashash uchun, yashab qolish uchun faqat iste'dod kamlik qiladi-da. Meni nazarimda, shaxsiy fikrim, ilm ham bo'lishi kerak-da. To'g'rimi? Qo'shilasizmi shu fikrga? Qaysi ma'noda so'ramoqchimanki, hozir mana men bilardim sizni, hozir ham ijod qilib yurishingizni, lekin shu yoshda, shu tabarruk yoshda talabalarga dars berishingizni, professor ekanligingizni hozir mana siz ishlayotgan dargohga kelib, hali ham shu saboq berayotganingizni ko'rib, to'g'risi havasim keldi va hayratim oshdi. U gapingiz to'g'ri. Bitta Xudo bergan iste'dod,
yoki sozandalikdan yoki ovozdan u kamlik qiladi bu darajada yurish uchun. İnsonni ulg'aytiradigan nimadir? Insonni ulg'aytiradigan asosan bilim, ya'ni kitob ko'p o'qish kerak. Mana yaxshi xonanda bo'lish uchun taniqli xonanda hamda o'sha qo'shiqlaringizni xalqqa manzur qilib yetkazib etishingizda buning uchun adabiyotdan, kitobdan ko'p foydalanish kerak. Ko'p kitob o'qish kerak, she'riy kitoblar o'qish kerak, romanlar o'qish kerak. Men teatr aktyori bo'laman degan niyatim bo'lardi. Ko'pdir kichkina maktabdagi to'garaklarda rollarda o'ynashga harakat qilardim. Uning uchun o'sha asarlarni o'ynagan rolingizni o'qib chiqqan bo'lishingiz kerak. Romannimi yoki bo'lmasam o'sha postanovkani o'qib chiqqan bo'lishingiz kerak. Uni ko'rgan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun ulug' inson bo'lish uchun albatta kitob ko'p o'qish kerak. Bolalar hozir juda ham tetik shunaqangi savollar beradiki, oxirida bolalarim meni nima dedi? Biza dedi talabalarim, biza ayrim paytda shu narsani bilmasangiz kerak deb savol berardik deydi. Sinash uchun. Ochiqdan ochiq aytdi. Ustoz dedi, sizni dedi bilmaydigan narsangiz ham bormi o'zi dedi. Ko'rdingizmi? Talabalar nimaniki so'rasa, nimasi, o'shani darrov javobini berishingiz kerak. Shunda talabalarni, shogirdlarni mehri, ishonchi ortib boradi. San'at yo'liga tushdim, san'at saodatimdir. Xalqim baxtini kuylash har kunga odatimdir. Oshiq kuysa kuyurman, ma'shuq kulsa kulurman. Bu menga ermas oson, san'at mashaqqatimdir degan. Bu odamlar aytadi, mana chet ellarga borib maza qilib kelishyapti, Bahor ansambli. Zo'r to'ylarda yurishadi, rap, pul shunaqa deydi. Lekin mashaqqat, ya'ni tomoshabinni, muxlisni ko'nglini olish ashula bilan ham bo'lmaydi. Ularni injiqliklariga ko'nishingiz kerak. Og'zidan yomon gap ham chiqib ketardi. So'kishlar ham chiqib ketardi. Har xil haqorat nimalar ham chiqib ketardi. Hammasiga chidardik. Hop dirdik. Ayniqsa mana chet ellarga gastrolga ketganimizda 20 kun, eng kami 15 kun bo'lardi. 20 kun, 25 kun, 2 oy yurgan paytimiz bo'lgan. 2 oy, ya'ni Finlandiyaga borganmiz, Finlandiyadan Italiyaga o'tib ketganmiz. Mana shu orasida men qizim bitta qizim saro kasal bo'lib больницаga tushgan. Endi bolalarim juda ham meni yaxshi ko'radi, ayniqsa qizim shu adam qachon keladi больницада 40 kun больницада yotgan. Kelganimdan keyin ertasiga o'zim больницаdan olib chiqqanman. Shundan keyin tuzalib ketgan. Ko'rdingizmi mashaqqatlari, ya'ni farzandlaringizni ko'rmaysiz. Qo'shiqlaringiz ham yosh bilan bog'liqda. Yoshlikda o'sha men sevaman, sen sevasanmi? Avji o'sha xarakteringizdan, jo'shqinlikdan kelib chiqqan va yillar o'tib qanaqadir sokinlik, nasihatnomuz bir yo'nalishdagi ijrolar. Bugun mana 76 yoshda. O'zingizning muxlislaringizga qaysi bir nimani ijro etib berasiz? O'zim kuy yaratib ijro etgan qo'shiqlarim bor. Masalan, Go'zal jonon senmasmi? Sanam hech bormi insofing? Yo'q. Ohista jon deding. Xo'sh, keyin kelibdi-yu ketibdi. Kecha gulzorga dildor kelibdi-yu ketibdi. Bir ko'rishga etib zora kelibdi-yu ketibdi. Bir ko'rishga etib zora kelibdi-yu ketibdi. Mana shu qo'shiqlar. Qanday yaxshi ko'rishadi ular. Sevaman dedi ko'zlaring, raqsga tushib. Sevmayman dedi so'zlaring. Gar sevmasang ne uchun yonib turar yuzlaring. Yashirsan ham dilingda, yashirmaysan tilingda.
ishonaymi so'zingga, ishonaman ko'zingga. Haqiqatdan meni ko'rganlar hozir hayron bo'ladi. Iye, suv qaynatish ham bilmasdi-ku, xayrli qanaqa ovqat qiladigan yaqinlarimiz deyishi mumkin. Lekin mana keyingi vaqtda bir 10 yil bo'ldi, yoshimiz ulg'ayib, yoshimiz katta bo'lgandan keyin mana shunaqa ovqat tayyorlashga ham sekin-sekin ishqibozligimiz paydo bo'ldi. Mana qaynatma sho'rvani tayyorladim. Hozir ko'rasizlar. Undan tashqari hozir mana bitta tuzini ko'ring, tuzini ko'ring. Tag'in sho'r bo'lib qolgan bo'lsin. Sho'r bo'lsa, kelingizni yaxshi ko'rib qo'ygan bo'laman. Sho'rva tayyor bo'ldi. Endi shakarobni qilamiz, shakarob bilan maza qilib sho'rvani ichamiz. Dutorga jo'r bo'lib qolsang, tarang tori uzilmasmi? Dutorga jo'r bo'lib qolsang, tarang tori uzilmasmi? Yurak xonishlaring tinglab, quvongan dil ezilmasmi? Dutoringga quloq tutsam, bayon etdi ko'ngil zoring. Ko'zingdan yosh bo'lib marjon, yuzing uzra tizilmasmi? Yuzingdan yosh bo'lib marjon, yuzing uzra tizilmasmi? Bitta so'zlarida yanlış ketgan bo'lsam, e'tiborga olmaysizlar. Endi unaqa qarang. Unaqa qo'shiq dutor haqida qo'shiqlar ko'p, lekin mana Po'lat Mo'min shoirimiz menga aytaylar, mana shu dutor haqida qo'shiqlarni yozib berganlar. Bunaqa shakarab yemabsizlar, dunyoga kelmabsizlar. Bir tomondan o'zim maqtab ham qo'yolmayman endi. Bu lekin haqiqat. Agar ma'qul bo'lsa, sekin ochirtga yozilasizlar. Navbatma-navbat menga shu qilib bering deb bajondim. Shuni qilib beramiz. Do'stlar uchun ko'ngil arzim, aylayin bayon derman. Do'stlar uchun ko'ngil arzim, aylayin bayon derman. Har yaxshi yomonlardan bir nomu nishon derman. Har yaxshi yomonlardan bir nomu nishon derman. Charx urib jahon kezdim, dilda bilganim chizdim. Yaxshilarga ergashdim, topmadim ziyon derman.
Yaxshilarga ergashdim, topmadim ziyon derman. Yaxshilarga ergashdim, topmadim ziyon derman. Farzandlarimni hech qaysisini kasb tanlashga majbur qilmaganman. Hammalarini ko'ngliga qaraganman. Nodirbekni ham o'zi taxminan 7-8 yoshidan boshlab shu ishqibozchiligi bor edi. Chunki meni qaynatam respublikada xizmat ko'rsatgan artist, mashhur dutorchi, mana shu dutor ham shu dodamlarniki, adamlarniki, qaynatamlarniki. Radio komitetda bir necha yil ishlaganlar, juda mashhur dutorchi bo'lganlar. Ana shuga ishqiboz bo'lib, qondan o'tgan, mandan o'tgan, xullas kalom Nodirbekka shu narsa o'zidan o'zi qo'liga dutorni olib, mashq qilib o'zidan o'zi o'rganib ketgan. Kim bo'lasan deb Nodirbekdan so'rasa, men oshulachi bo'laman, adamga o'xshab turdi. Xullas kalom Nodirbekni men majbur qilmaganman. O'zini xohishi bilan, o'zini Xudo bergan iqtidori bilan shu darajaga yetdi. U muzika bilim yurtini tugalladi, konservatoriyani tugalladi. Mana hozirgi kunda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida katta o'qituvchi bo'lib talabalarga dars berib kelyapti. Boshqa farzandlarimni ham hech qaysi nimaga kasbga undagan emasman. O'zlari topib, o'zlari bilib, chunki majbur qilib bo'lmaydi. Yoshlarga soha tanlashda, kasb tanlashda majbur qilib bo'lmaydi. O'zi Xudo bergan iste'dodi bo'lishi kerak. Nodir aka, bu mas'uliyat qanchalik sizda? Ota kasbini davom ettirish. Yana hozir bir safdasizlar, pedagogika sohasida ham, san'atda ham. Taniqli, mashhur san'atkordan keyin qo'shiq ijro etish og'ir, chunki insonlar baribir solishtiradi-da, otasi yetolmadi-yu, yetishimiz avvalambor baribir qiyin. Ustozlarni o'sha haligi haykal qo'yib qo'ygan qo'shiqni ijro etish, o'sha darajaga yetkazib berish juda ham qiyin albatta. Lekin mas'uliyatimiz kuchli, chunki san'atkor oilasida katta bo'ldim, san'atkorlarning ichida katta bo'ldim. 14 yoshimda o'sha katta sahnaga kirdim, katta davralarga kirib qoldim. Chunki ko'p sozandalar, ko'p xonandalar birinchi kichkina davrada sahnaga chiqishi mumkin. Kichkina haligi o'ziga o'xshagan havaskor san'atkorlarning ichidan ko'zga ko'rinishi mumkin, lekin men tez haligi katta sahnaga, katta davraga kirib qoldim. Katta san'atkorlarning ichiga kirib qoldim, odamlar orqalaridan. Sozanda bo'lib yurdim. Qo'shni ora chaldim, sintezator chaldim, gitara chaldim, mana shunaqa qilib bularni xalqqa bo'lgan hurmatini ko'rib katta bo'ldik. Menga hozir egri tuyuladi, hozirgi yosh san'atkorlar xalq oldida o'zini katta tutsa, ozgina kibrlansa, juda g'ashim keladi meni, erish tuyuladi. Chunki biz bularni mana shu Ortiq aka bormi, Sher aka bor, Sherali Jo'rayev bormi, G'ulom aka bormi? Shularni to'g'risida odamlar shu katta davrada ichida kirib qolgandan keyin bularni hammasini kuzatdim. Hammasi xalqqa nisbatan hurmati juda baland. Xalq kelib palon shuni aytib bering desa, albatta shuni aytib berishga harakat qilishadi, aytib berishadi. Xo'p deyishardi, yo'q deyishmasdi. San'atda ham, sahnada ham o'zimizni yo'limizni ozmi, ko'pmi topdik. Endi hozir shu bilgan narsalarimizni institutda dars beryapmiz. Buni ham odamlar sharofatlari. Odam endi mana boshqa ishlaringni qilib yuraverginu, lekin o'rgangan narsalaringni o'zing bilan olib ketish noto'g'ri bo'lib qoladi, bolam. Shu narsani yoshlarga o'rgatish kerak, dars berish. Chunki bu milliy san'atimizni to'liq biladi. U estrada san'atni ham biladi, lekin o'qigan joyi ham konservatoriyada an'anaviy ijrochilik, ya'ni o'sha maqomlar bormi? Mana shularni o'rganib katta bo'ldi. Hozir butun mana shu ustozlar ijro etgan narsani hammasini biladi bu. Hammasini to'liq biladi. O'sha uchun mana endi hozir meni qo'shiqlarim, undan tashqari mumtoz qo'shiqlar. Men hozir birga qo'shiq aytib berganim qarang, bu tarbiyaviy ahamiyatga ega
qo'shgan derman. Do'stlar chin ko'ngil arzin aylayin bayon derman. Har yaxshi yomonlardan bir nishon nomi nishon derman. Ko'rdingizmi? Bu shuni ijro etib turib ham o'ziga mas'uliyat sezadiki, demak odobli bo'lish kerak. Yoshlarga shuni o'rgatish kerak, shunga amal qilish kerak degan nimada men bo'lmasam o'zimni bu xalq qo'shiqlaridan, u ancha yilgi qo'shiqlar. Endi meni o'zimni yaratgan qo'shiqlarimni Nodirbek 100% hammasini biladi. 100% biladi. Meni esimdan chiqib ketgan qo'shiqlarimni ham hammasini bir paytda eslatadi bu. Nodir aka, bugun mustaqil shaxssiz, bitta oilani mana boshsiz. San'atda ham, ijodda ham o'zingiz o'rningiz bor. Lekin Xayrilla aka uchun baribir yosh farzand qatorida bo'lasiz, o'g'ilsiz. Men uchun otam degan iqror oldida qanaqa javob bergan bo'lardingiz? Mani borligim, mani shunda bo'lishim hammasi otam orqasida. Hayotim ham hayotdagi, o'rnim ham hayotdagi, farzandlarim oldida o'zimni tutishim hammasi otam orqali. Ular namuna. Albatta biz ham uyda albatta namuna birinchidan adam ota ham baribir farzandlar oldida farzandlarning haqqi bor ekanda otadan talab qiladigan birinchi nima? Masalan, yaxshi onani. Adam bizga yaxshi halol pokiza onani tanlab olib berdilar. Alloh yaxshi bo'lgan, chunki asosiy tarbiyani ona beradi. Chunki ota ko'chada shu bolalarni farzandlarni boqishi, rizq nasibasini nimasida yursa, ona asosan farzandga o'qishni ham, darsini ham qildiradigan, tarbiyani ham beradigan, kerak bo'lsa otani hurmat qilish tarbiyasini ona beradi. Otangga aytaman, ading jahli chiqadi, ading xafa bo'ladilar sen bu ishingdan deb turib, bizani shunaqa tarbiyalanganlar. Bir xil oilada ishlamay, ading gapiradi, ading gapiga quloq solmaydigan xonadonlarni ham ko'rganmiz, eshitganmiz. Mana 50 kiroma juda ko'p oilalarni ko'rdik. Biz hech ham bunaqa narsa bo'lgan emas. Ading xafa bo'ladi, ading jahli chiqadi, ana ading ko'rib turibdi, ading bilib turibdi degan narsani gapirardilar-da. To'polon qilsa adingga aytib beraman, kesiladi desa, shu qo'rqib turadi, aytmasmikinlar odamga. Chunki ana bu ham nimaga bunaqa qilishar ekan, nima urushar ekan dirdik yoshlik paytimizda, hozir aytamizki, to'g'ri bo'lgan ekan shu. Hammamiz o'zimizni o'rnimizni topdik. Shuning uchun umuman otam orqasidan hamma narsaga erishdim, Xudoga shukr. Otam orqasidan bu narsadan uyalmayman. Uyalmaganman hech qachon, hozir ham. Lekin otani to'g'rida yo'lini topib, shundan yaxshi foydalanish bor. Foydalanmaganlar qancha bu narsadan yaxshi to'g'ri foydalanmaganlar. Yana bitta narsani aytishim kerakki, haqiqiy O'zbekiston xalq artisti men o'sha adamlar bilan birga o'sha telqurlarni bilaman. Chunki bular xalq artisti deganda xalq kambag'ali bormi, boyi bormi, hammasini qo'liga yetadigan bo'lish kerak. Xalq artisti, haqiqiy xalq artisti kambag'allar ham to'yiga kerak borib xizmat qilishgan, pulni olmasdan turib. Kerak bo'lsa boyikidan ham o'sha va'dam bor deb bormagan joylarni ko'rganman men o'zim voqli yurib. Juda yosh otadan qolgan ekanlar-da, Xayrilla aka. Sizni masalan hozir 50 yoshga yaqinlashyapman dedingiz. Bu yoshda otangizni yoningizda yelkadosh bo'lib turishlari qanaqadir odamga g'urur bag'ishlaydi-da. Albatta. Mana shu nima deydi, tuyg'u haqida ham so'ramoqchi. Otasi bor odam bir tog'i bor-da, otasi bor odam. Masalan, sharoitda har xil sharoit bo'ladi-da, masalan, insonda mablag' bo'lgan payti bor, yo'qolgan payti bor. Haligi kamchilikni ko'rmadim degan odam bo'lmasa kerak bu dunyoda. Hozirgi paytda ayniqsa. Rosa boy odam ham yiqilib turganlar bor, lekin otasi bor odam qanaqadir ishonch bo'ladi-da. Ja bo'lmasam bo'lmay qolsa odamlar bor-ku degan. Hozir ham shunaqa nima bor-da, shunaqa tuyg'u bor. O'shaning uchun ilohim vaqtimga otajonim bilan onajonim sog' bo'lsin. Ko'p yilda bizning vaqtimizni ko'rsin. Vaqt soatli kunlar kelib, ilohim bizning farzandlarimiz ham bizlar bilan shunaqa mag'rurlanib yursin. Bir ota-onadan 4-5 ta farzand tug'ilsa ham 4 xil dunyo qarash bo'ladi-da. Sizda ham mana 4 nafar farzand. Qaysi birida o'zingizni ko'rasiz ko'proq? To'rttalasida ham. To'rttalasida ham. Har bittasi haligi Fahriddin Umarovning bitta qo'shiqlari bor-da. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa, umring niholi. Ota-ona kecha kunduz o'ylar iqbolin. Deylar. Men o'shalarni ham aytganman. Qiz bolaga atlas ko'ylak yarashmaydimi? Chaman zorda ra'no gulga
qarashmaydim. Ana qarang, demak 4 ta farzandim bor. 4 talavi ham men uchun asl farzandlarim. Shakar farzandlarim, qaymoq farzandlarim, jigarbandlarim. Hammasi bir xil. Xudoga shukrki, Lutfullayevlar avlodi eng ko'zga ko'ringan O'zbekistonda hamma namunali ziyorat qiladigan, hurmat qiladigan mana shunaqa oila. Men shundan o'zimni baxtiyor hisoblayman. Birorta yilni yomon deb bilmayman men uchun. Men uchun har bir yil esda qoladigan, ijodga boy, bir qanaqadir yengilliklar bilan o'sha yilni yakunlaganmiz. Shuning uchun mana hozirgi kunda endi yoshimiz katta bo'lib, ustozlar qatoriga qo'shilib qolganimizni o'zi ham bir katta baxt. Bunga qancha san'atkorlar bunga yetisha olgani yo'q. Har bir mana O'zbekistonimizda har bir burchagida mana shogirdlarim bor. Chunki men 2003-yildan beri mana shu O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida dars berib kelaman. Milliy qo'shiqchilik fanidan. O'ziga yaqin tutgan bandalardan ekanmiz deb har doim Allohga beadad shukrlar qilib yuraman. Umr oqar daryo misol shtab ayla. Umr oqar daryo misol shtab ayla. Gavno shodon gavno dilini qunab ayla. Nasib etmiş yar diyarını güleş mine. Nur güleştim yerge karım aftab ayla. Nur güleştim yerge karım aftab ayla. Kurmadım hiç hayatımda ravan yürüyüm. Takılmaysan yürüsen eğer sevap eyle. İmanımga, vicdanımga suyandım men. Kısmet beni sınaganda girdab eyle. Kısmet beni sınaganda girdab eyle.